Minecraftda bunaqa nezerit nega kerak? Bugun biz sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Ana ketdi unda. Nezerit bu eng qimmatbaho narsalardan biri bo'lib, u olmosdan ham qattiq narsa. Uni faqatgina olmosli va nezeritli kirka bilan sindirish mumkin. Hoppa. Ana nezeritni mana bunaqa rudalardan olish mumkin xolos. Boshqa rudalardan olmaydi. Xo'sh, bu rudani sindiramiz. Rudani keyin pechkalar yordamida eritish kerak. Eritish uchun ko'mir kerak. Ko'mir ham bor. Daraja ham berdi, boshqa ham. Keyin ko'mirni qo'yib nezeritni isitamiz. Nezerit skrapni beradi bizga. Xo'sh, biroz kutsak. Aytgancha nezerit hozir bundaqa rudani qaynatsak, bizda hozir nezeritni berib qo'ymaydi, chunki bizga nezerit qora qog'ozini beradi. Qora qog'ozdan 4 ta to'playmiz. Keyin oltin ham to'plash kerak bo'ladi 4 ta, keyin nezerit yasaladi. Mana shu oltin ham, keyin nezerit qog'oz ham kerak bo'ladi verdakda. Bu ko'rinishda yasaymiz. Keyin bizga nezerit olib beradi, ko'proq. Mana bizda nezeritimiz tayyor. Endi bu nezerit yordamida biz aslahalar yasashimiz mumkin, to'g'ri? Faqat nezeritni o'zini qo'ysa umuman o'xshamaydi bizda. Qani o'zi nezerit. Mana misol kirka yasasak yoki boshqa qilsak o'xshamaydi bizda. Buni yana mekka qo'ysa bizda aslaha yasalmaydi. Lekin mekka chiqsa nezeritli aslaha turadi. Xo'sh, qana yasaladi? Ko'pchilik buni biladi. Buni biz olmos aslaha bilan yasaymiz. To'g'ri. Olmos aslaha olamiz. Lekin versakda bas. Bizga nezerit ustaxonasi kerak bo'ladi. Nezerit ustaxonasi mana qo'yib oldik. Keyin nezeritimizni qo'yamiz. Bunday qilsa ham bizda o'xshamaydi, chunki bizga nezerit uchun yana bitta narsa kerak. Bizga versakam olsak, testa qo'yardik. Bizga mana bunaqa narsalar kerak bo'ladi. Buni piramidalardan topishimiz mumkin. Shulardan topamiz. Keyin mekka nezeritni qo'ysak, bizga olmoslimizni ajoyib nezeritga o'xshagan qilib beradi. Broniyamiz chiroyli bo'ladi. Keyin nezeritni ham qo'ysak, nezeritimizni ham chiroylilashtirib, ham kuchlilashtirib beradi. Keyin agar biz oddiygina olmosli aslaha kiysak, bizda 4 ta aslahalar paydo bo'ladi. Agar bunaqasini kiysak ham 4 ta. Bu shunchaki chiroylilik uchun xolos. Agar biz mana bunaqalarni ishlatsak, bizda o'xshaydi. Xo'sh, olmosli avvaliga. Xo'sh, endi olmosli aslahani bekka qo'yamiz, nezerit bu yerga, keyin mana uni tepaga qo'ysak, bizga nezeritli aslaha qilib beradi. Keyin buni kiyib olaveramiz. Buni ham kiysak bo'ladi, buni ham alishtirib tashlaymiz. Va nezerit qilishlar ham xuddi shu tartibda yasaladi. Hatto boltalar, belkuraklar ham shunday yasaladi. Nezerit qilish bilan sizlar boy narsani o'ldirib olsak bo'ladi. O'l hammang, o'lmasang seni o'ldiraman. Do'stlar, sizlarga savol, nezerit nega bunday nomlanadi? Kim biladi? Nega nezerit bunday nomlanadi? Xo'sh. Nega aytaymi? Chunki keta bor. Hammasi hazil. Nezerit bunday nomlanishini faqat nezerda uchragan. Nezeritning aslahalarining yana bir qobiliyati bu, agar siz polning nezerit bilan qoplangan bo'lsangiz, yana lavaga tushsangiz, siz 13 soniya lavada qolishingiz mumkin. Bu vaqtda siz lavadan bemalol chiqib olasiz.
Voy, qachon o'tadi bu? Men ular oldiga borib, bitta ursangiz tupuradi sizlarga. Tupurma, tupurgan qursin. Qararingga. Jan ketyapti bu yerda. Hammang o'lasan bu dunyodan ko'z yumasan. Sanam. O'l. O'lasanmi yo'qmi? Tupur menga. Tupur. Tupurmadi. Sanam o'l. Sanam o'lasan. O'lmaganingga qo'ymayman. O'lasanmi yo'qmi sen? Yemas. Seni men olaman men. Bilib ol. Xo'sh, yomg'irni to'xtatamiz, do'stlar. Mana lamaga men olamiz. Buni baribir o'ldiramiz biz. Buni ham obbo tupuryapsan yana menga. O'l. O'lasanmi sen yo'qmi? Seni lavaga tushib yuboraman lekin. Akadi. Dada deysan baki. Dada demaganingga uraman. Dada demasan uraman. Men shilmish ham keldi. O'l. Dadadi sanam. Dada demaganingga qo'ymayman. Dada deysan sen. Dadadi. Bo'ldi qo'yib yuboraman dadadi bitta. Shilmish miya. Harom katta qilgan bilib. Men sanam yo'qol bilib. Jonim oz bo'lsa ham senlarga qarab o'tirmayman. O'l. O'lmaganingga qo'ymayman. Yoki dadadi urmayman. Qo'yib beraman. Qararingga. Dada demaganingga qo'ymayman. Mana bitta sen qolding. Dada demaganingga qo'ymayman. Dada deysam, o'l. Yana kim bor? Sanam bormisan? Sanam. Darajalar yig'amiz. Mana do'stlar, Nezariyning qobiliyatlari haqida bilib oldik. O'lgunchayda ham o'ldirishga kuchi yetadi buni. Padaringga. Mayli do'stlar, hammaga xayr, sog' omon bo'ling. Men o'laman. Bu dunyodan ko'z yumaman. Ey hayot.